Assalomu alaykum. Do you speak English? Ingliz til bilasizmi? Yo'q. Rahmat. Assalomu alaykum. Do you speak English? Yes, I can. How long have you been learning English? It's been 2 years. 2 years? Why are you learning English? Or do you have any like IELTS, CEFR? Do you have any degrees? I have degree 5.5. Amazing. We're going to continue in Uzbek. 3 ta o'zbek tilida gap beraman. Hech bo'lmasa ikkitasini ingliz tiliga tarjima qilib bera olsangiz 100 ming yutasiz bo'ladi. Kelishdingmi? Bo'ldi. Okay. Birinchisi. Agar sen hozir kelsang, birga ovqatlanishimiz mumkin. Agar sen hozir kelsang, Birga ovqatlanishimiz mumkin. if you came here now, we may eat together. Okay. If you came, If you came here, agar hozir kelsang, birga ovqatlanishimiz mumkin. if you come here right now, we can eat, we may eat together. Amazing. Ikkinchisi. Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. Bilmadim. Qisqartirib beraymi? Telefon qilganingizda javob bera olmadim. Telefon qilganingizda, Javob bera olmadim. when you called me, I couldn't receive your call. I couldn't Javob bera olmadim. answer. Answer. Receive your call qabul qilsak bo'ladi. Yana bitta. U nima demoqchi bo'lganini tushunmadim. U nima demoqchi bo'lganini Tushunmadim. I didn't understand what he wanted to tell. Amazing. Va sizni tabriklayman. Hech bo'lmasa ikkitasini tarjima qilib bersangiz degandim. Ismingizmi? Samandar. Samandar. Barakasi bersin. Rahmat. Charchamang. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Do you speak English? No? Okay, thank you. Assalomu alaykum. Do you speak English? Yes. How long have you been learning English? About 6 months. 6 months? That's great. O'zbek tilida 3 ta gap beraman. Hech bo'lmasa ikkitasini ingliz tiliga tarjima qilib bera olsangiz 100 ming yutasiz bo'ladi. Kelishdingmi? Hop. Aytib beramiz, bular bilan intervyu qilsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Birinchisi. Do'kon hali ochiq va u yerda odamlar ko'p. This market open yet, and what do this? Va u yerda odamlar ko'p. Va u yerda ko'p odamlar bor desangiz ham. There are a lot of people has. There has a lot of people. Endi bitta qilib aytib bering. Do'kon hali ochiq va u yerda ko'p odamlar bor. The market is open yet, and has a lot of people. Great. Ikkinchisi. Agar sen hozir kelsang, birga ovqatlanishimiz mumkin. If you come now, we are eat together. Birga ovqatlanishimiz mumkin. We may be eat together. We may be kerak emas, Okay. Lekin ketma-ketligini o'zini to'g'rilab bersangiz bo'ldi bizga. Bu men har kuni boradigan joy. The place Bu men har kuni boradigan joy. the place I go to the everyday. Bu men har kuni boradigan joy. Bu. Bu. This is this place I go to the. Bu men har kuni boradigan joy. Bo'ling, yana oxirgi This place. yutishingizni bizdan xohlamiz. This place I go to the everyday. Shoshmang, siz yordam bering, keling. Bo'ling, o'zi ikkita javob berib bo'ldilar. Bunisiga ham javob bersanglar ikkalanglarga. Bu men har kun boradigan joy. This place go everyday. Okay. O'zingiz nima o'rganyapsiz? Universitetga kirish uchun. Qaysi universitet? Jahon tillari. Okay. Tabriklayman. And this is for you. Thank you very Rahmat. much. Sog' bo'ling. Qani orollik. Assalomu alaykum. Do you speak English? Yes. How long have you been learning English? Since 21. Since 2021. Okay, so like 5 years. Yes. Okay, we're going to continue in Uzbek. 3 ta o'zbek tilida gap beraman. Hech bo'lmasa ingliz tiliga ikkitasini tarjima qilib bera olsangiz 100 ming yutasiz bo'ladi. Deal? Okay. Okay.
ma'nosi chiqib bersa bo'ldimi yoki so'zma-so'z to'g'ri bo'lishi? Ketma-ketligi to'g'ri bo'lishi kerak. Grammatika. Elementar xato bo'lmasligi kerak. Birinchisi, men siz aytgan ishni qilishga harakat qildim, lekin bu ish bermadi. I tried to do things that you told me, but it didn't work out. Amazing. Ikkinchisi. Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. Qaytarib oling. Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. Okay. I can't answer you because I was in the crowd. Yo'q. Okay, next. Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. Okay, when you call me, I didn't answer you because of because I was in the crowded place. Okay, I'm gonna give it to you. Place. I'm gonna give it to you. Xo'p, tabriklayman, o'zi yutib bo'ldingiz. Uchinchisi. Bu biz oilamiz bilan tez-tez boradigan joy, chunki bu yer juda tinch. Qaytarib oling yana. Bu biz oilamiz bilan tez-tez boradigan joy, chunki bu yer juda tinch. This is we often go to this place because it is very nima dedingiz? Juda ham yaxshi. Bu yer juda tinch. Lekin qarang, biz bu joyga oilamiz bilan tez-tez boramiz emas. Bu biz oilamiz bilan tez-tez boradigan joy, chunki bu yer juda tinch. This is the place that we go often because it is very quiet or it is very peace. Amazing. Va sizni tabriklayman. Ismingiz nima? Hasan. Okay, Hasanbek. And your reward. Rahmat. Barakasini bersin. Nechtadan to'g'ri topdim? 3 tadan 3 ta desak bo'ladi. Endi ozgina vaqt kerak bo'ldi, lekin rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Do you speak English? No. No? Gapirasiz-ku. Assalomu alaykum. Do you speak English? Bilmaysizmi? Ovozmi? Telefonga bolaman. Assalomu alaykum. Do you speak English? I don't. You don't speak English? Are you learning English? Ingliz o'rganyapsizmi? Qanchadan? Keling, intervyu qilamiz. Kim beradi? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Do you speak English? Shoshmang, intervyu qilamiz. Do you speak English? Yep. How long have you been learning English? For about maybe 3, maybe 4 years. Really? Yeah. Okay. Do you have IELTS or any kind of degree? What score do you have in IELTS? From IELTS 6 and from CEFR B2 57. Yep. Okay, we're going to continue in Uzbek. 3 ta o'zbek tiliga gap beraman. Agar hech bo'lmasa ikkitasini ingliz tiliga tarjima qilib bera olsangiz, 100 ming yutasiz bo'ladi. Deal? Yep. Okay. Birinchisi. Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. I couldn't answer to your call because of I were in noisy place. Amazing. Okay. I was. Okay. Men ishni tugatganimdan keyin sizga qo'ng'iroq qilaman, chunki hozir bandman. I will call later because I'm busy now. Amazing. Uchinchisi. Bu biz oilamiz bilan tez-tez boradigan joy, chunki bu yer juda tinch. This is a place where we go with my family very often because this place is very peace. Amazing. Tabriklayman. Hop, shoshmang. Ingliz tilini anchadan beri o'rganayotgan ekansiz. Grammatika so'z biladi-da oz-moz, lekin xayolda gapni etolmaydigan, yozolmaydigan o'quvchilarga nima qilish kerakligini maslahat berasiz? Menimcha ko'proq speaking qilish kerak. Masalan, speakingdan ba'zida qo'rqadi. To'g'risini aytsam, o'zim ham boshida qo'rqqanman. Ba'zida shu qo'rqadi, shu qo'rquvni yengib turib, ko'proq shu odamlar bilan speaking qilsa, muloqotni yaxshilasa,
Shunda menimcha o'sha minddagi nimalar tashqariga chiqishi mumkin bo'ladi. YouTube bormi sizda? Da. YouTube ga kirib bering, iltimos. Xo'p, YouTube ga kirib yo islom deb yozsangiz bizning kanal kelib chiqadi. Mana shu va o'sha yerda 500 kishini xayolga kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim deb nomlangan dars bor. Sizga kerak emas ekan, lekin kerak odam bo'lsa berib qo'ysangiz xursand bo'lardim. And your reward. Ismingiz nima? Amirxon. Amirxon gap yo'q. Barakasini bersin. Sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Rahmat. Agar siz ham grammatika va so'z bilib turib, ozmoz bo'lsa ham-da, hali ham xayolingizga kelgan gapni aytolmayotgan yoki yoza olmayotgan bo'lsangiz, 500 kishini 60 kunda xayolga kelgan gapni ayta oladigan va yoza oladigan darajaga olib chiqdim deb nomlangan darsni ko'rib chiqing. Darsni ko'rish uchun ushbu qizil chiziq ko'rsatayotgan joyni bosing.